Kim Rossiyaga kelib qiynalgan bo'lsa, rus tilini bilmasdan, ayollar, qizlar menga bemalol yozishlaring mumkin. Men rus tilini sizlarga besplatno shunday o'rgataman. Direktimga bemalol yozaringlar. Yarim soat, 1 soat vaqt ajratib sizlarga o'rgataman. Videoni sahranit qilib, rus tilini bilmaydigan tanishlaringga yuborib qo'yinglar albatta. Kechki payt zerkib morojniga keldik. Morojniy yo'q ekan baxtimizga. Как раз dieta dedim, lekin bu meni to'xtatib qolmadi. Kartoshka va 3 ta cheescake kola oldik. Cheescake'ni juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu вкусно точканiki juda ham zo'r. Shokoladli vishnaligi va klubnichniy uncha yoqmaydi, lekin unisidan ham oldik. Ertadan chiqib shaharda kamgina aylanamiz deb o'ylagandim, lekin cho'jani xom sanabman. Erimga zakaz chiqib qoldi, shunda uyga keldik mana. Ochyapman cheesecake'larni. Erimkini mashinaga tashladim, bilmayman yeydilarmi, yemaydilarmi, lekin o'zim mana paqqos tushiryapman. Soat 10 bo'lgan, bilmayman lishniy kilogramm, lishniy ves yana yig'aman. Точно, chunki shirinlikka yana oxirgi paytda juda ham o'tirib qoldim. Hammaga xayrli kech, hammaga rahmat. Podpiska bosinglar, like bosinglar.